Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, barchangizga cho'kib borayotgan oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Taraqqiyot telekanalida kechki dasturlar boshlanar ekan, dasturlarimizni avvalidan joy olgan Xalq bilan muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda e'tiboringizga havola etilmoqda. Albatta, har bir ko'rsatuvimiz yurtdoshlarimizga manfaatli mavzularda taqdim etib borilmoqda va bugungi mavzuyimiz esa ekraningizda ko'rinib turganidek, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer maydonlariga huquqlarni e'tirof etish tartibi deb belgiladik. Bu esa bejiz emas. Albatta xabaringiz bor. O'zbekiston Respublikasi Senati tomonidan 2024-yilning 5-avgust sanasida aynan ushbu mazmundagi qonun ishlab chiqildi va 8-noyabrdan boshlab bu kuchga kirdi, amalga oshmoqda va butun respublikamiz bo'ylab yerlar, uy-joylar qayta xatlovlardan o'tkazilmoqda. Bugun ana shu mavzuga to'xtalamiz va ushbu mavzu yuzasidan mutaxassislarni ko'rsatuvimizga taklif etganmiz, ularni tanishtirib o'taman. Davlat kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasi bo'lim boshlig'i Ulug'bek Hoziriddinov tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Boshqarma yana bir bo'lim boshlig'i Davronbek Mo'ydinov tashrif buyurganlar. Qolaversa, ko'rsatuvimizda bugun mehmonlar bor, yurtdoshlarimizdan aynan ushbu qonun yuzasidan o'z uy hujjatlarini amalga oshirib, bugun xursandchilikka ega bo'lib turgan ikki yurtdoshimiz borlar. Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa qishlog'idan Gumbaz mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi yurtdoshlarimiz Ibrohimjon aka Turg'unov hamda Davronbek aka Bahromovlar tashrif buyurganlar. Ularni ham xush kelibsizlar deymiz. Demak, mavzuga qaytamiz. Ushbu qonun ijrosi ta'minlanish boshlangandan keyin aytib o'tganimizdek yurtimiz bo'ylab fuqarolarimizga juda ham qulayliklar yaratib, ularning hujjatlarini tiklash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Dast avval esa ushbu qonun mazmun mohiyati borasida qisqacha yana ma'lumot olmoqchimiz. Ulug'bek aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun haqiqatda xalqimiz uchun juda ham kerakli va foydali bo'lgan bir qonun loyihasi ishlab chiqilib, amalda tatbiq qilindi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bir necha yillar muqaddam o'sha aytib o'tilgan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va ularga qurilgan bino inshootlarga egalik huquqini belgilash to'g'risida taklifli loyiha 2024-yil 5-avgust kuni qonun qilib qabul qilindi. 6-avgust kuni matbuotda rasman e'lon qilinib, 8-noyabrda haqiqatda bu rasmiy tartibda kuchga kirdi. Bu qonun loyihasi bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsak, fuqarolarimiz tomonidan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan bino va inshootlarga egalik huquqini belgilash to'g'risida bo'lib, 2018-yil 1-maygacha bo'lgan davr mobaynida fuqarolar jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari va bino inshootlariga egalik huquqini beradi. Shu o'rinda egalik huquqini berish tartibi bir necha mexanizmlardan iborat. Ya'ni 2018-yil 1-maygacha bo'lgan davr mobaynida bino inshoot qurilgan yoki bo'lmasam o'ziga, ya'ni foydalanishdagi yer maydoniga tutash bo'lgan yer maydonlari mavjud bo'lgan taqdirda yoki bo'lmasam 2018-yil 1-maydan 2019-yil 1-maygacha bo'lgan davr mobaynida bir martalik umumxalq aksiya doirasida to'lovlarni amalga oshirib, qaror chiqmay qolgan yoki bo'lmasam boshqa bir sabablarga ko'ra qolib ketgan o'sha yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlarga beriladi. Bundan tashqari fuqarolar bog'dorchilik va uzumchilik shirkat xo'jaliklariga ularda egallagan yerlariga yoki qurilgan bino inshootlariga berilish holatlari ko'zda tutilgan. Bu bo'yicha fuqarolarimiz tomonidan murojaatlar qilish yoki bo'lmasam o'zi kelib arizalar berish shart emas. Qonunda ko'rsatib o'tilgan o'sha kadastr idoralari tomonidan bosqichma-bosqich joylarda mahallabay tizimida xatlovlar amalga oshirilib, xatlov natijasida o'sha qonun doirasida haqiqatda o'sha loyihaga tushadigan bo'lsa, shu tartibda fuqarolarning egaligini chiqarish bo'yicha viloyat xalq deputatlar kengashiga taklif kiritiladi, taklifli loyiha kiritiladi. Viloyat xalq deputatlar kengashi tomonidan qaror qabul qilingandan keyin
ushbu qaror fuqarolar o'z boshqarish organlari, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini o'sha e'lonlar taxtasida ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda qabul qilingan qarorlar ilova ro'yxatlari bilan birga berib boriladi. Bundan tashqari aytib o'tish joizki, o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarga avvalo ijara huquqi beriladi, mulklarga esa mulk huquqi e'tirof etiladi. Ijara huquqi yakka tartibdagi turar joylarga nisbatan 99 yil tashkil etib, boshqa bir turdagi yer uchastkalariga 49 yilni tashkil etadi. Endi qonun bo'yicha haqiqatda haligi bir martalik to'lovlar amal qiladi. Bu nizom talablarida belgilab o'tilgan Toshkent shahariga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, boshqa viloyat markazlariga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, shahar, tuman shaharlarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, boshqa turdagilarga esa 1 baravarini tashkil etadi. Bu to'lovlarni amalga oshirilgandan keyin qonun bo'yicha o'sha viloyat xalq deputat kengashlari qarorlari qabul qilinish amalga oshiriladi. Bundan tashqari har qanday yer uchastkasi yoki bino inshootlarga huquqlar e'tirof etiladi deyish noto'g'ri. Albatta buni qonun bilan tartibga solingan o'ziga yarasha talablari bor. Ya'ni yer uchastkasi jismoniy yuridik shaxslarga ajratilmagan yoki bo'lmasam elektron onlayn auksion orqali sotilmagan bo'lishi kerak. Bundan tashqari fuqarolar o'rtasida o'zaro nizo mavjud bo'lmagan bo'lishi kerak. Shuningdek, yer va mulkka nisbatan soliqdan qarzdorligi bo'lmagan taqdirda qonun tatbiq qilinishi mumkin. Bundan tashqari qonunda amalga oshirilishi o'sha avtomatlashtirilgan axborot tizimiga ulangan, ya'ni o'sha bir nechta vakolatli tashkilotlar tomonidan egallangan yer uchastkalar, bino inshootlar loyihasi kiritilgandan keyin barcha o'sha vakolatli tashkilotlar tomonidan o'z tasdig'ini topgandan keyin qaror chiqarish uchun yuboriladi. Yuborilgandan keyin viloyat xalq deputat kengashi tomonidan qaror qabul qilinadi. Yana bir narsani aytib o'tish joiz, 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan bino inshootlar deganimizda ayrim bir fuqarolar tomonidan qonun qabul qilingandan keyin o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarga bino inshootlar qurib olishi ham ba'zi joylarda ko'zga tashlanmoqda. Bu albatta noto'g'ri. Bu qonun bilan muhofaza qilinadi. Bunga o'ziga yarasha belgilangan tartibda jazolar qo'llaniladi. Buni qanday bilish mumkin? 2018-yil 1-maygacha qurilgan bino inshootni qanday bilish mumkin degan savolga o'sha O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi tomonidan o'sha aerosyomka orqali olingan fotosuratlar orqali 2018-yil 1-maygacha qurilgan bino inshootlarni aniqlash yo'lga qo'yilgan va shu tartibda aniqlanib, agar 2018-yil 1-maydan keyin qurilgan bo'lsa, albatta belgilangan tartibda jazo choralari ko'rilishi mumkin. Rahmat. Qonun loyihasi bo'yicha, uning mazmun mohiyati bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni oldik. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz va eslatib o'tmoqchiman, hurmatli yurtdoshlar, ko'rsatuvimiz to'g'ridan to'g'ri jonli efirda. Shunday ekan, mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanib, mutaxassislardan javob olishingiz mumkin. Yoki Telegram manzilimizga ham savollaringizni yozib qoldirsangiz, albatta mutaxassislarga yetkazib, ulardan javob olishga harakat qilamiz. Ana endi ushbu qonun bo'yicha Andijon viloyatida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar olish uchun Davronbek sizga yuzlanamiz. Marhamat. Mana shu xatlovlar qay darajada ketmoqda, qancha fuqarolarga qulayliklar yaratildi, hujjatlari tayyorlandi yoki aynan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlardan ma'lum bir egalariga, kimlarga jazo choralari qo'llandi yoki shu to'g'risida ham ma'lumotlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan bino inshootlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ijrosi yuzasidan hozirda Andijon viloyati bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bulardan asosan xatlov ishlari Davlat kadastrlar palatasi Andijon viloyati tuman filiallari
kadastr muhandislari hamda tegishli muhandislar, mutaxassislar tomonidan ishlar olib borilyapti. Bularda viloyat bo'yicha hozir 18.283 ta xonadon va noturar obyektlar, ko'chmas mulk obyektlari xatlov jarayonlari o'tkazilib, bu xatlov jarayonlari o'tkazilganda ishlab chiqilgan e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratilgan. Shu tizim orqali barcha keyingi yo'nalishlarga o'tib boradi. Shundan hozir 73 ta mahallada xatlov jarayonlari olib borilgan bo'lsa, bundan 5926 tasi e'tirof etish uchun e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuborilgan. Yuborilgan ko'chmas mulk obyektlaridan 4611 tasi vakolatli tashkilotlar muhokamasida turibdi. Ular muhokamadan chiqqandan keyin o'z navbatida e'lonlarga chiqadi. Shundan hozir mahalla komitet, mahalla fuqarolar yig'inlariga, peshtaxtalariga ilingan 788 ta ko'chmas mulk obyektlar ro'yxatlari e'longa chiqarilgan. Bundan tashqari adliyada 243 ta muhokamada turibdi. To'lov jarayonlariga 31 tasi o'tgan. Shu yaqin kunlarda qaror qabul qilingan, ya'ni yakunlangan ko'chmas mulk obyektlari, mehmonlarimiz ham shu bo'yicha kelganda 21 tasiga xalq deputatlari viloyat kengashining qarorlari qabul qilingan. Hozirgi kunda shu bo'yicha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish davom etyapti. Rahmat Davronbek, juda ham kerakli ma'lumotlarni taqdim etdingiz. Aytib o'tganimizdek, ko'rsatuvimiz jonli efirda va yurtdoshlarimiz ham qo'ng'iroqlarni boshlashga, o'z savollarini yo'llash uchun birin-ketin ularni qabul qilamiz va savollarini tinglaymiz. Dastlabki yurtdoshimiz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Andijon viloyati Andijon tumani sanoat MFdan qo'ng'iroq qilyapman. Savolingizni eshitamiz. Bizning savolimiz asosiy qisqa mazmundan shundan iboratki, bizga bir necha yil oldin yer uchastki berilgan, 394 deb kadastr hujjati belgilab berilgan, turar joy deb ko'rsatilgan, onam nomiga berilganda, lekin yaqinda bir 6 oy, 1 yil oldin bir qo'shnimiz shu yonimizdagi uchastkani bo'lib yarmini sotib oldida, bo'lib qisman yarmini sotib oldida, umumiy orqa eshikdan darcha ochdi ular. Menga darvoza qo'yishim kerak orqa eshikka deb, asosiy ko'chasi boshqa ko'chada joylashgan. Shu nizo qilgan paytida keyin biz ularga tushuntirdik, umuman muammo bo'lmadi, lekin tuman hokimiga chiqargandan keyin tuman hokimi kadastr xodimiga aytgan, kadastr xodimi kadastr agentligi Onam Mirzayev shahodat nomlariga jarima qo'llab bergan, o'zboshimchalik egallab olingan joy deb turib jarima qo'llab bergan. Qo'lda kadastr hujjat bor, bu narsa umumiy komissiyani qo'l qo'yilgan podpislari, pechatlari turibdi. Turar joy deb berilgan. 394 kvadrat metr ko'rsatilgan shu joyda. Uyli planlari turibdi. Lekin kadastr hujjati shunaqasiga qilib turib 56 million ishtirab jarima qo'llab berganda, hozirgi kunda onam pensiyasidan yechib olyapti. Hozir mana 2 oy bo'lgan bo'lsa shu holat bo'yicha-da. Shu masala yuzasidan nima maslahat bera olasizlar misol uchun? Rahmat. Savol tushunarli bo'ldimi? Savol tushunarli. Haqiqatda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda belgilab qo'yilgan o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlariga ma'muriy jarimalar qo'llash tartibi nazarda tutilgan. Ushbu tartib bo'yicha hozirgi murojaat etgan fuqaroyimizga jarima jazosi qo'llanilgan. Endi hozir agar haqiqatdan ham kadastr hujjatlari mavjud bo'lib turib 394 kvadrat metr yer maydonidan tashqari yerga hech qanday qurilishlar amalga oshirilmagan bo'lsa, qo'llanilgan jarimani endi bilinib tushunishim bo'yicha noto'g'ri qo'llanilgan deb nazarda tutayotgan bo'lsa, albatta bu ma'muriy javobgarlikni bekor qilish mexanizmlari ham ishlab chiqilgan. Fuqaro tomonidan belgilangan tartibda fuqarolik sudlariga murojaat qilsa, kadastr organlari tomonidan qo'llanilgan jarimalarni kamaytirish yoki bo'lmasam noto'g'ri qo'llanilgan bo'lsa, bekor qilish choralari ko'rilishi mumkin. Bu qonunchiligimizda har bitta yo'nalishlar tartibga solingan.
bu bo'yicha xohlagan vaqtda murojaat qilishi mumkin. Lekin yana bir narsani aytib o'tish kerak. Murojaat qilish muddatlari ham bor. Albatta, jarima jazosi qo'llanilgandan keyin agar muddati buzilmagan bo'lsa yoki bo'lmasam qaror qabul qilinishidan bexabar qolgan bo'lsa, bemalol sudga murojaat qilib jarimani bekor qildirish yoki bo'lmasam boshqa bir imtiyozli holatlari bo'lsa ham jarimani ozaytirish vakolatlari fuqarolarda bor. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob ololdilar. O'ylaymizki, aytib o'tilgandek fuqarolik sudlariga nizoli holatlar fuqarolik sudlarida ko'rib chiqilishi va tavsiya etilmoqda sizga. Davom etamiz. Agar qo'ng'iroq bo'lsa qabul qilishga tayyormiz. Unday bo'lsa, biz mehmonlarimizga yuzlanmoqchiman. Ibrohimjon aka, marhamat. Demak, sizni uy-joyingiz aynan mana shu qonun doirasida qanday ko'rib chiqildi, qanday amalga oshirildi, qanday qulayliklarni sezdingiz? Avvalgi holatda umuman yer, uy-joyingizni hujjatlari bormidi? Keling shu haqida ma'lumotlar bersangiz. Qanday amalga oshirildi? Biz oldin 96-yilga chiqqanmiz, bizda hech qanaqa hujjatimiz yo'q edi. 2013-yilda bir qator kasalxonalar harakat qilgandik, lekin uni ayrim sabablarga to'xtatib qo'ydim. Mana bu 2024-yil Prezidentimiz qarori bilan mana uylarimizni xatlov qilishdi. Nihoyatda qulaylik yaxshi bo'ldi. Bu yoqqa yugurmadik. Yaqinda mana Xudoga shukr mana qaror chiqdi, mana qo'limizda turibdi qarorimiz. Mana egalik huquq qarorimiz bor, Xudoga shukr. Rahmat. Qiyinchilik bo'lmadi. Tabriklaymiz. Bu qancha muddat talab etiladi? Men savolni Davronbekka bermoqchiman. Mana bosqichma-bosqich amalga oshiriladi deb aytib o'tdingiz. Fuqaroni uylari xatlov boshlanganida qanday hujjatlar tayyorlash kerak ular va qancha muddatda bu yakunlanib mana shunday qaror qo'llariga olishadi? Endi xonadonlarda har bittasini ko'chmas mulklarni xatlov ishlari olib borilgandan so'ng fuqarolardan hech qanday hujjat talab etilmaydi. Talab etiladigan pasport ma'lumotlari, shaxsiy hujjatlari yoki kadastr hujjatlari yo'q xonadonlarga pasport. Agar kadastr hujjatlari bo'lsa, unga qo'shimcha egallab olingan yer maydonlariga ham egalik huquqini belgilash mumkin-da. Shuning uchun uni hujjatlari, kadastr hujjatlari talab etiladi. Agar ular bo'lmagan taqdirda faqat fuqarolik pasporti taqdim etiladi. Buniki telefon raqamlari. Telefon raqamlariga sababi SMS borib, qaror qabul qilingani xabar yuboriladi. Biz xatlov ishlarini yakunlagandan so'ng har bitta mahalla tasdiqlangan reja grafik asosida mahallalar xatlov jarayoni olib boriladi. Xatlov jarayonlari olib borishda har bitta mahalla yakunlangandan so'ng e'tirof avtomatlashtirilgan tizimi orqali muhokamaga chiqariladi. Har bitta muhokamani vakolatli organlarning o'zini tegishli belgilangan muddatlari bor. Belgilangan muddatlarida ko'rib chiqqandan so'ng qaror qabul qilishga yuboriladi oxirida. Davom etamiz. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bizda yana bir qo'ng'iroq amalga oshirilgan ekan, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman. Qasqiqtoq совetidan. Aha. Aloqa yaxshiroq joyga o'tib olasiz. Birozgina ovozingiz uzilib kelyapti bizga. Savolingizni eshitamiz. Men Safiyev Fathullo G'aybullayevich. Savol: men Marhamat, iltimos. Guruh jogironi afg'on urush qatnashchisiman. Savolim. Eshitamiz. Menga berilgan uchastka qaror bilan berilgan uchastkada nima kadastr bo'lmaganligi uchun menga yildan yilga oshirib mana 1,5 million qancha ham nalik chiqarib qo'yishdi. Bu nima degani?
Demak, sizda hozirgi yashash joyingizda kadastr hujjatlari yo'q va sizga ortiqcha soliq to'lanishi chiqyapti. Shunaqami? Soliq to'laysan deb allaqancha nima qilib qo'y, 1 milliondan ortiq o'zi 1 million 200 ming pensiya olaman men gruppadaman. Tushunarli. Savolingiz mazmuni tushunarli bo'ldi. Endi mutaxassislarga yuzlanamiz bu holat bo'yicha. Marhamat. Bu bo'yicha nafaqat Namangan viloyati, Andijon viloyatida ham bir nechta shunaqa muammoli holatlar o'z tajribamiz davomida ham yuzaga kelgan. Endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvor. Albatta har bitta fuqaro o'sha qonun me'yorlariga, mezonlariga amal qilib yashashga majbur. Fuqaroning murojaatiga ko'ra o'sha uy joylariga nisbatan tuman shahar hokimligi tomonidan qarorlar qabul qilib egalik belgilangan, lekin belgilangan tartibda kadastr hujjatlari rasmiylashtirilib davlat ro'yxatiga o'tkazilmagan. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 31-moddasida yer uchastkasiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng vujudga keladi deb ko'rsatilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining 803-sonli qonunida ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng vujudga keladi deb ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni o'sha mulkka yoki yerga egalik huquqini belgilovchi hujjat bo'lishi mumkin, lekin u qachonki davlat ro'yxatidan o'tkazilsa, ana undan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi. Ungacha u yuridik kuchga ega bo'lmaydi, ya'ni mulkdor hisoblanmaydi. Hozirda texnologiyalar rivojlangan, mana raqamli texnologiyalar davrlari kelgan, soliq idoralari bilan kadastr idoralarini axborotlashgan tizimi bor, ya'ni bir-biriga integratsiya qilingan. Kadastr orqali davlat ro'yxatidan o'tkazilgan ko'chmas mulk va yer uchastkalari, o'tkazilmagan ko'chmas mulk va yer uchastkalarini bemalol o'sha tizim orqali aniqlash mumkin. Haqiqatda soliq idoralarida bugungi kunda davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan ko'chmas mulk va yer uchastkalariga nisbatan belgilangan miqdordan 3 baravar ortiqcha soliq hisoblash tartibi joriy qilingan. Endi hozir soliq bo'yicha aniq ko'rsatmalar yoki nizom talablarini aytib o'tolmayman, chunki endi bizning sohamiz emas bu. Lekin soliq idoralariga murojaat qilsa, buni albatta tartibini, mezonlarini, me'yorlarini, talablarini ko'rsatib o'tadi. Endi fuqaroimiz tomonidan o'sha egallab o'tirgan ko'chmas mulkiga huquqlar ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin albatta soliqlar kamayadi, belgilangan me'yorga tushadi. Hozirda menimcha birinchi navbatda o'sha uyga nisbatan kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib, davlat ro'yxatidan o'tkazilish chorasini ko'rish kerak. O'tkazmasa baribir o'sha 3 baravar soliq hisoblash tartibi o'z kuchida qoladi. Endi bu faqat u fuqaroyimizga nisbatan emas, butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha tatbiq qilingan. O'zi aslida o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 68-1 moddasida ham keltirib o'tilgan. Bino ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlar vujudga kelgandan keyin 1 oy muddat ichida murojaat qilish kerak. Agar u 1 oy muddat ichida huquq vujudga kelgandan keyin huquqlarni ro'yxatdan o'tkazib olmasa, ma'muriy javobgarlikka tortish choralari ham ko'rilishi mumkin. O'sha ma'muriy javobgarlikka tortilib qolmasligi uchun ham va soliqlarini kamaytirish uchun ham huquqlarni ro'yxatdan o'tkazib kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishni birinchi o'ringa qo'yib o'sha narsani qilish kerak. Aniq javob shu. Menimcha yurtdoshimiz savollariga javob ola oldilar. Navbatda esa yana bir yurtdoshimiz savollarini yo'llash uchun biz bilan bog'langan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilyapman. Savolim shuki, bizni yer uchastkamiz o'sha hozirgi fuqaromizga o'xshab o'sha yer kadastr hujjati o'sha ya'ni davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan. Bizni yer hudud o'sha 1977-yil berilgan yer o'sha maydonlari. Ya'ni hozirgi yer uchastkasi meni onam nomida. Onam yoshlari 78dalar. Men shu hozir yer kadastr hujjatini davlat ro'yxatidan o'tkazmoqchiman. Ya'ni o'zim nomiga o'tkazmoqchiman, shu onam nomidan. Lekin onam yoshlari o'sha ulug'ligi uchun o'sha belgilangan tartibdagi o'sha davlat idoralariga bora olmaylar. Bora olmaylar, yoshlari unaqa ozgina bemor bo'lgani uchun. Shunga menga u yerda hozir o'sha
Ya'ni uyga kelib nima deydi, muammo hujjatlarni bo'ladigan rasmiylashtirish narsa- imkoniyati bormi demoqchisiz, shunaqami? Ha, bormi? O'sha bormi? Rasmiylashtirish imkoniyati bormi? O'sha vujudga keladigan qanaqadir muammolar, qanaqadir shu o'sha bir arxivdan o'sha yer uchastkasini siz chiqarib keling deb oshiqcha ovoragarchilik, shunaqa bir yana qo'shimcha qanaqadir xodimlar o'sha stol orqasidan qandaydir bir oshiqcha bir ana mablag'lar, pullar so'ralsa qanaqa bir ishonchli raqam bir bormi? Shunga nomerga qo'ng'iroq qilib yo bir Demak, uylarni yashash mana shunday uy-joylarni rasmiylashtirishda, ya'ni korrupsiyani oldini olish borasida qanday ishlar amalga oshirilgan va fuqarolar agar davlat idorasiga bora olmasa, ularni xonadonlarga borib rasmiylashtirish imkoniyatlari bormi demoqchilar. Savol tushunarli. Bu joyda men to'g'risi mana shu fuqaroyimizni o'zidan xafa bo'ldim, chunki bugungi kunda amalga oshirilayotgan davlatimizdagi ishlar yoki bo'lmasa qabul qilinayotgan qarorlarni bir mazmunan tushunmaganligi yoki bilmaganligi o'zini ziyoniga yuryapti-da. Hozir faqat va faqat davlatimizda fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qilish va albatta ularga shaffoflik tizimini va ortiqcha sarsongarchilikni oldini olish tizimlarini yo'lga qo'yish ishlari jadal ravishda amalga oshirilyapti. Ya'ni hozir kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish juda ham oson. O'zi borib kadastr idoralariga ariza qilish umuman hojati yo'q. Yoki bo'lmasam kim bilandir gaplashib, o'zaro shartnoma qilib firibgarlarni yo'liga kirib, kadastr hujjatini tezlashtirib bering degan gaplarga umuman ishonmaslik kerak. Mana har bitta hududlarda davlat xizmatlari markazi bor. O'sha onasiga tegishli bo'lgan hujjatlarni avvalo davlat xizmatlari markaziga kadastr hujjatlarini rasmiylashtiruvchi ariza berish kerak. Agar hozir bilishimcha hujjatini arxivdan olish kerak degan jumlani ham eshitdim. Arxiv idoralaridan hujjat olish ham davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshiriladigan bo'lib qoldi. Arxivda o'ziga borishni hojati yo'q. Hech qanday bir ortiqcha to'lovlar yoki sarsongarchiliklarni amalga oshirish shart emas. Davlat xizmatlari markaziga borishda ham imkoni bo'lmasa, elektron portallar bor, ya'ni MyGov elektron tizimi bor. O'sha MyGov orqali arxiv idoralaridan ma'lumot so'rab olish, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun arizalar topshirish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari, agar onasi haqiqatda o'sha ariza berish uchun joylarga, ya'ni davlat idoralariga borish sharoiti mavjud bo'lmasa, onasini vakolatidan foydalanib ishonchli vakili sifatida o'zi borib ariza berishi ham mumkin. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 535-sonli qarori bilan ham belgilab qo'yilgan, o'sha qarorda yozib qo'yilgan. Mulkdorni o'zi yoki ishonchli vakili tomonidan berilgan arizaga asosan amalga oshiriladi deb ko'rsatilgan. Ya'ni o'zi murojaat qilsa ham bo'laveradi, uni ishonchli vakili murojaat qilsa ham bo'laveradi. Endi onasidan meros qabul qilib olish, notarius. Notariat to'g'risidagi qonunda ham yozib qo'ygan. Notarius agar o'sha notarial harakatni amalga oshirilayotgan fuqaro notarial idorasiga kelishda imkoni bo'lmasa, o'zi ko'chma axborotlashgan tizimini olib borib, ya'ni notariusda hozir barmoq izi bosish orqali amalga oshiriladi, olib borib notarial harakatlarni amalga oshirib, onasidan meros yoki hadya boshqa oldi-sotdi ishlarini amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Faqat bu tizimlarni bilib, aniq yo'nalish bo'yicha harakat qilsa, belgilangan muddatlarda bemalol hujjatlarni rasmiylashtirib, onasidan hadya yoki meros sifatida mulkini qabul qilib olish huquqiga ega. Korrupsion holatlar yoki firibgarlarni domiga tushmaslik uchun qisqa raqamlar bormi demoqchilar, ya'ni kadastr tizimini o'zida 1097 qisqa raqamlarimiz mavjud. O'sha 1097 qisqa raqamlarga murojaat qilsa yoki bo'lmasam o'zimizni Andijon viloyat kadastr boshqarmasini o'sha 74 bilan 224 2025 raqamlariga murojaat qilsa, o'sha raqamlar orqali korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha tushuntirishlar beramiz yoki bo'lmasam o'sha korrupsion holatlarni biladigan bo'lsa murojaat qilsa, biz uni oldini olish, choralar ko'rish, qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqishimiz mumkin. Rahmat. Xo'p, navbatda yana bir qo'ng'iroq bor. Ana undan keyin ko'rsatuvimiz mehmoniga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Televizordan uzoqroq joylashing, telefon go'shagi orqali suhbat olib boring deymiz. O'zingizni tanishtirasiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Farg'ona
viloyati Rishton tumani. Savolingizni eshitamiz. Bizga haligi tomorqa chiqarib qo'yib, bu yo'q narsa. Keyin aytyapti menga kadastrdan, soliqdan keyin hali davlat xizmatlaridan o'tinglar, uylarda o'tkazinglar deb, men shunga o'tkazgani bor edim. Menga shu narsalar chiqib o'tirib hozir. Qisqasi. Qo'shimcha jo'natmagan nomenda unaqa qog'oz menga o'sha. sizni nomingizda qo'shimcha tomorqa ko'rsatilyapti, shunaqami? Ha, tomorqa yo'q narsa bu. Yo'q, ortiqcha yer hujjatda ko'rsatilyapti. Qanday maslahat berasiz demoqchilar. Rahmat savol uchun. Bu muammolar ham albatta faoliyatimiz davomida uchragan. Meni tushunishimcha hozir fuqaroyimizni o'sha tomorqasi, ya'ni uy joyiga nisbatan boshqa bir yana qo'shimcha tomorqalar birikib qolgan holatlari bor. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yildagi hozirda bekor qilindi, lekin o'sha paytda amalda kuchda bo'lgan 492-sonli qaroriga asosan yer uchastkalariga kadastr raqamlari berish tartibi joriy qilingan. Ya'ni har bitta o'sha jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan egallangan yer uchastkalariga belgilangan tartibda kadastr raqamlari berilgan. Bu nima uchun berilgan? Bu albatta o'sha yer uchastkasi kadastr raqami orqali o'sha fuqaroga tegishliligini bilish, bundan tashqari o'sha jismoniy yuridik shaxslar soliqqa tortish. Albatta har bitta jismoniy va yuridik shaxslar o'zlari foydalanib kelayotgan yeri va mulkiga soliq to'lashga majbur. Bu O'zbekiston Respublikasini byudjetini moliyalashtirish tizimi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu holatda agar fuqaroyimizga meni tushunishimcha boshqa bir kadastr raqami birikib qolgan bo'lsa, bu fuqaroyimizni nomida yana bir tomorqa chiqayotgan holat kuzatilishi mumkin. Bu texnik xatolik bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun eng afzal yechim bunga hududiy tuman shahar kadastr filiallariga murojaat qilsa, o'sha yerda alohida kadastr raqamlari bilan ko'chmas mulk 3 dasturi bilan ishlaydigan mutaxassislarimiz bor. O'sha mutaxassislarimiz fuqaroyimizni o'sha pasport shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarida raqamlari yoki bo'lmasam o'sha stir raqamlari orqali manzillarini aniqlab, birikib qolgan kadastr raqamlarini o'chirib, tomorqalarini o'zining nomiga biriktirib berish choralarini ko'radi. Rahmat. Ana endi Davronbek aka, Bakirovga yuzlanmoqchimiz. Yana bir bor ko'rsatuvimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Endi sizni mana shu qonun doirasida amalga oshirilgan sizga qanday qulayliklar yaratildi? Nima muammolar hal bo'ldi? Menga qulayliklar asosiy hozir mana kelin oldim. Mana uchotga qo'yolmayapman mana uyga hozir mana. Propiskaga qo'yolmayapman. O katta eshikda hozir propiskada. Ota-ona uymasdi. Endi mana Xudoga shukr mana hozir mana qarorlarni oldik, kadastrlar oldik. Endi shu bilan propiskaga hammasini qo'yamiz. Kelinda ham, o'g'illarda ham, nevaralarda ham hozir ortiqcha ovoragarchiliklar bo'lmadi. Bo'lmadi, Xudoga shukr bo'lmadi. O'zlari borib, uyga borib, o'lchashib, pasport nimasini olishdi, telefon nomerini oldi, bo'ldi. O'zlari chaqirishdi kadastrga nimaga. Qancha muddatda sizga xabarnoma keldi? Rasa bo'lsa bir oy bo'ldi shekilli. Bir oy. Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Davom etamiz azizlar. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt biroz oz qolgan bo'lsa-da, lekin yana bir necha savollarga to'xtalish imkoniyati bor. Xo'p, Telegram manzilimizga savollar kelmoqda. Eslatib o'tmoqchiman, ko'rsatuvimiz jonli efirda va bugungi ushbu ko'rsatuvimiz Kadastr agentligi Andijon viloyati boshqarmasining rasmiy sahifalari orqali ham jonli ravishda berib borilmoqda. Navbatdagi savol boshqarmaning Instagram tarmog'i orqali bizga kelib tushgan. Ushbu savolni ham taqdim etmoqchimiz. Men Oltinko'l tumanidanman. 15 yildan beri yashab kelamiz, lekin hujjatimiz yo'q. Qanday tartibda hujjat rasmiylashtirishimiz mumkin? deb savol yo'llaganlar. Bugungi kun tartibimiz aynan shunday fuqarolarimizni muammolariga yechim topish masalasi bo'yicha. Hujjati yo'q bo'lsa, hozir bir fuqaroyimiz korrupsion holatlar yoki ortiqcha ovoragarchilik, aldanib qolish nimalar nazarda tutdi. Aynan shunday fuqarolarimizga aytib qolamanki,
bugungi kunda ayrim bir firibgarlarni kuyiga tushib aldanib kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib beraman desa hech qanday harakatni amalga oshirmay turing. Sizni Oltinko'l tumanida o'sha belgilangan reja grafik asosida Oltinko'l tuman kadastr filiali kadastr xodimlari tomonidan hududingizga borib o'sha yashayotgan uyingizni xatlov ishlarini amalga oshiradi. Har qancha savolingiz bo'lsa o'sha paytda ularga berishingiz mumkin. O'sha xatlov ishlarini amalga oshirgandan keyin sizni hujjati mavjud bo'lmagan uyingizga nisbatan mana mehmon bo'lib kelgan fuqarolarimizga belgilangan muddatda qaror qabul qilingan bo'lsa, xuddi o'sha muddatlarda o'sha fuqaroyimizga ham egalik huquqini belgilash bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Qaror qabul qilingandan keyin kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib olishda hech qanday muammolar yuzaga kelmaydi. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimizni so'nggi savoli men nazarimda. Ushbu savolga to'xtalamiz. Assalomu alaykum. Bizni onam bilan uyda yashab kelamiz. Otam 10 yil oldin bizni tashlab chiqib ketganlar. Ta'minotimizni qilmagan. O'zimiz oila tebratamiz. Yaqinda otam kelib uy joylarni otamni nomida ekan o'z nomiga kadastr qilib oldilar. Endilikda bizni uydan chiqarib yubormoqchilar. Biz uy soliqlarini biz to'lab kelganmiz. Qanday maslahat berasiz uyni o'z nomimizda saqlab qolish uchun deyaptilar. Agar dastlabki egalik huquqini belgilovchi hujjat otasini nomida, ya'ni xo'jalik boshlig'ining nomida bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda kadastr hujjatlar rasmiylashtirib olgan bo'lsa, uni bekor qilish yoki uni o'zi onasi yoki o'zining nomiga egaligini saqlab qolish bo'yicha hech qanday harakatni amalga oshirmagani ma'qul. Bu yerda eng to'g'ri variant fuqarolik tartibida fuqarolik sudiga murojaat qilib meros ishi ochtirish kerak. Albatta har bitta farzand va o'sha turmush o'rtog'ining ayoli merosxo'r hisoblanadi. Oila kodeksida belgilab qo'yilgan. Turmushdan keyingi orttirilgan boyliklar teng 2da o'rtada teng 2ga bo'linadi deb qo'yilgan. Agar ajrim holatlari kuzatilsa, turmush o'rtog'i uyini yarmini egallab olish huquqiga ega. Bundan tashqari farzandlari ham o'z navbatida merosxo'r hisoblanib, meros ishi ochtirib turib, o'ziga tegishli bo'lgan qismini egallab olishi mumkin. Lekin bu yerda otani ham belgilangan tartibda uyda huquqi mavjud albatta. Sud tomonidan otani ham o'ziga egaligini belgilovchi o'sha nisbatan mulk qoladi, qanchadir qismi qoladi. Qolgan qismlarini o'sha ona bilan farzandlarga meros qilib belgilab beradi. Keyin sud qaroriga asosan kadastr idoralariga murojaat qilsa, o'sha belgilangan qismlarni otaga qolgan qismini otaga, qolgan qismlarini ona va farzandlarga hujjat rasmiylashtirib olishi mumkin. Menimcha bugungi ko'rsatuvimiz yurtdoshlarimizga manfaatli bo'ldi. Ko'plab yurtdoshlarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi va ushbu qonun doirasida amalga oshirilayotgan ishlar yil davomida yakuniga qadar men nazarimda ko'plab yurtdoshlarimiz foyda, ya'ni manfaat topadilar degan umiddamiz. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt yakuniga yetdi. Yurtdoshlarimizga esa sog'lik, salomatlik tilaymiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling deymiz.